Rossiyadagi yurtdoshlarimiz diqqatiga yangi AnjirPay ilovasi o'z faoliyatini boshladi. AnjirPay orqali siz Rossiyadan turib O'zbekistondagi Uzcard, Humo va Visa kartalariga pul o'tkazishingiz, shuningdek, naqd pul shaklida ham yuborishingiz mumkin. AnjirPay ilovasini Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi qo'mondoni general Valeriy Gerasimovni o'z bayonotida ma'lum qilishicha, Rossiya qo'shini Lugansk Xalq Respublikasini to'liq o'z qo'liga olgan. Gerasimovga ko'ra, Rossiya qo'shinlari mart-aprel oylari davomida 34 ta qishloqni va taxminan 700 kvadrat kilometr hududni ozod etgan. Shuningdek, Rossiya harbiy bo'linmalari Slavyansk va Kramatorsk yo'nalishida faol ilgarilamoqda va sharqiy chekkalardan mos ravishda 12 kilometr va 7 kilometr masofada joylashgan. General Gerasimovni bildirishicha, Ukraina qurolli kuchlari Rossiya qo'shinlarining hujumini to'xtatishga urinib, fevral-mart oylarida muvaffaqiyatsiz hujumlar natijasida 3000 nafar harbiyni va 160 dan ortiq harbiy texnikasini yo'qotgan. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi fevral-mart oylaridagi muvaffaqiyatsizligini yashirishga urinib, go'yoki 480 kvadrat kilometr hududni qaytarib olgani haqida axborot kampaniyasini ham olib borgan. Eshitmaganlar uchun eslatma: Ukrainaga Patriot zenit raketalarini yetkazib berish bo'yicha 3,7 milliard dollarlik shartnoma Amerika Qo'shma Shtatlarining mudofaa pudratchisi Raytheon tomonidan tuzilgan bo'lib, unda Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi amalda 2013-yildayoq voz kechgan texnologiyadan foydalanish ko'zda tutilgani ma'lum bo'ldi. Bu haqida RIA agentligi ochiq shartnoma hujjatlarini o'rganib xabar qildi. 2026-yil 14-aprelda e'lon qilingan kelishuvga ko'ra, patriotlar uchun GMT raketalari Germaniyaning Schraubbanhausen shahridagi korxonada ishlab chiqariladi. Shu bilan birga GMT raketalari Patriot PAK-2 oilasiga mansub bo'lib, parchalanuvchi fugasli jangovar qismdan foydalanadi. Bu texnologiya Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasida ancha oldin aniqroq bo'lgan Patriot PAK-MC kinetik urib tushirish usuliga asoslangan raketalar bilan almashtirilgan. Ma'lum qilinishicha, 2013-yildan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi GMT raketalarini ishlab chiqarishdan voz kechib, mavjud zaxiralarning xizmat muddatini uzaytirishga o'tgan. Bu kabi holat birinchi marta kuzatilmayapti. 2024-yil yanvarda NATO, Germaniya, Niderlandiya, Ruminiya va Ispaniya uchun 1000 tagacha eskirgan GMT raketalarini yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolagan. Shu paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zi yanada zamonaviy PAK-3MC tizimlariga o'tishni davom ettirgan. Avvalroq Ukraina mudofaa vaziri Mikhail Fyodorovning ma'lum qilishicha, Ukraina bo'yicha kontakt guruhi yakunlariga ko'ra, Yevropa davlatlari Kiyevga havo himoyasi va zarba imkoniyatlari uchun 4,6 milliard dollar, shuningdek, Norvegiya va Niderlandiyadan dronlar uchun qariyb 1 milliard dollar ajratishga va'da bergan. Bir so'z bilan aytganda, Kiyev 3,7 milliard dollar evaziga faqat va faqat eskirgan va Pentagon allaqachon axlatga chiqarib tashlagan raketalarni oladi. Bu esa Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bir paytlar aytganidek, Amerikacha do'stlikning eng yuqori cho'qqisi hisoblanadi. Endi Ukraina va Latviyani Yevropada kim tez qirilib ketish bo'yicha boshlagan marafoni haqida to'liq axborot beramiz. Strana agentligining xabar qilishicha, Ukraina bilan Latviya Yevropada eng tez aholisi kamayib borayotgan davlat bo'lish bo'yicha go'yoki musobaqa qilmoqda. Negaki Latviyadan aholini deyarli yarmi ko'chib ketgan. Ukraina bo'yicha aniq raqamlar ochiqlanmagan, ammo yo'qotishlar ko'rsatkichi o'xshash. Stranaga ko'ra, 2025-yilda Latviya aholisi 1,860,565 nafar kishini tashkil etgan. Taxminlarga ko'ra 2050-yilga borib bu raqam 1,5 milliondan biroz ko'proq, aniq sonlarda esa 1,535,556 nafargacha qisqaradi. Asr oxiriga kelib esa, agar Eurostat prognozlari to'g'ri chiqsa, Latviyada atigi 1,229,162 nafar aholi qoladi. Bu esa 33,9% kamayishni anglatadi va butun Yevropa ittifoqidagi eng katta nisbiy pasayish hisoblanadi. Bu ko'rsatkich bo'yicha Latviya borib Polsha va Litvani ham ortda qoldiradi.
Endi Germaniyani sotsializm sari qadam tashlayotganiga oid xabarga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Weltamsantak agentligining xabar berishicha, Germaniya bosqichma-bosqich sotsializm tomon harakatlanmoqda. Mamlakat iqtisodiyotida davlat xarajatlari ulushi sobiq Sovet ittifoqining parchalanishidan 1 yil oldin, ya'ni 1990-yildagi 50,6% darajasidan oshib ketgan. 2025-yildan boshlab Germaniya yalpi ichki mahsulotida davlat xarajatlari ulushi 50% dan ortiqni tashkil etmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasining prognoziga ko'ra, yaqin yillarda bu ko'rsatkich 52% dan ham oshib, 2031-yilgacha 51% dan yuqori darajada saqlanib qoladi. Germaniya Sanoat Federatsiyasi prezidenti Peter Leibinger hukumat va kansler Friedrich Merz faoliyatidan keskin norozilik bildirgan. Uni ta'kidlashicha, so'nggi 1 yil ichida Germaniyaning sanoat siyosatida hech qanday o'zgarish bo'lmagan. Aytilgan tarkibiy islohotlar esa amalga oshirilmagan. Har hafta Germaniyadan oliy ma'lumotli 3600 nafar nemis emigratsiya qilmoqda. Shu bilan birga mamlakatda har hafta 3100 ta yangi ishsiz ro'yxatga olinmoqda va 460 ta bankrotlik qayd etilmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.